11 kilovatli motor, 180 ga ishlangan apparat. Kuyib qolibdi ekan, remont qilib, o'rnatib beryapti. Hozir uстановкасini qilib bo'lib, ishlashni ham qo'yib ketamiz. Akaga 11 kilovatli universal drabilka bilan 500 kilo yemish ham qilib berganmiz. Xohlasa ishlatishyapti. Shu reduktorli variantda 220 ga ishlayapti. Bitta qo'ylar 70 ta 60 ta qo'y bor. Hop, o'rnatib uстановка qilib ulab bo'ldik. Hozir endi somon chiqarib ko'ramiz. Motor ishlashini tekshiramiz. Yoqaveramiz ham aka. Mana ishlatib ko'rsatib qo'ydik. Hop. Somonni 20 svetkadan o'tkazdik mana. Xohlasa shovullab ishlayapti.